Kechgacha 2-may kuni maktabimizda ochiq eshiklar kuni tashkil etildi va shu munosabat bilan umumta'lim maktablarining 4-sinf o'quvchilari tashrif buyurdi. Ular bizning maktabimizdagi shart-sharoitlar va o'quv jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Men Metakov Jalolbek Allayarovich Xiva shahar 2-sinf ixtisoslashtirilgan maktabning kimyo fani o'qituvchisi bo'laman. Maktabimizda ochiq eshiklar kuni munosabati bilan shu maktabimizda o'qish qiziqishini bildirgan o'quvchilar ekskursiyaga keldilar va ekskursiya davomida bizlar darsimizda o'quvchilar bilan olma tarkibini aniqlash hamda kraxmalni yo'lga ta'siri mavzularini o'rganib turdik, amaliy ishni bajarib turdik. Shu vaqtda o'zlari ham kirib, o'quvchilarimiz ko'rib